Diqqat qiling, taniqli xonanda Manzura haqida hozirgina shoshilinch xushxabar aytildi. Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. Batafsil videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, yangi xushxabarlarni bilib olasiz. Do'stlar, videoni ko'rish davomida ushbu videoga like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Xonanda Manzura yangi qo'shig'i premyerasi haqida xabar berdi. U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida "Judayam sog'indim" nomli qo'shig'i 16-iyul kuni tinglovchilarga taqdim etilishini ma'lum qildi. Manzura premyera e'loni bilan birga qo'shiq uchun ishlangan qisqa video lavhani ham joyladi. U izoh qismida 16-iyul kuni katta premyera bo'lishini yozgan. Klip lavhalarida xonandaning turmush o'rtog'i ham ishtirok etganini ko'rish mumkin. Bu esa muxlislar orasida alohida qiziqish uyg'otdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari izohlarda Manzuraning yangi ijodiy ishini kutayotganini bildirmoqda.